Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Buxorolik Alijon akamga ikki kampirlik nabor tayyorlab berdik. Biri akamga edi, biri o'zimga edi. Tayyorlab bering ko'yadi. Xo'p, bularga tayyorlab berdik. Bu naborda akalar 4 ta pichoq bor, bitta chopqir, bitta bolta, bitta egov bor. Buni ko'rsatib o'taman pichoqlarni. Pichoqlarning tig'lari klapandan bo'lgan, soplar tekislikdan bo'lgan, oxiriga zaklovka bo'lgan, ismlarini yozib berdik. Cho'qqisi ham klapandan bo'lgan, mana ismlarini yozib berdik. Bu terishilishga pichog'imiz akalar, bunisi bo'g'izlashi, bunisi go'sht maydalagani pichog'imiz. Boltamiz ham pulnya bolta. Bu qarahni sizib qo'yamiz, suvaga umuman qatmaydi, bemalol zakasizlar, sho'rx tayyorlab beramiz. Undan tashqari akalar, bu naborimizning narxi 1.700.000 so'm. Agarda xarid qiladigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa kalapandan bo'lgan, охотничий formalada chiqqan pichog'imizni podarkiga qo'shib beramiz sizlarga. Kalapandan bo'lgan, gulvantlari qo'rg'oshindan bo'lgan, soplari chinor daraxtidan bo'lgan. Kesishlari ham juda ham zo'r akalar. Kesishni ham ko'rsatib o'taman. Kesishlar suv deb oladi akalar bular. Pichoqlarni ham kesishni ko'rsataman. Umuman zanglamaydi pichoqlarimiz akalar, qoraymaydi. Cho'qqisini ham kesishni ko'rsatib o'taman. Cho'qqisi ham juda ham kes kerak. Kimga xuddi shu turdagi pichoqlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsa, O'zbekistonda like bosib olmaysiz. Meni pastga nimalar qoldirib qo'ying.